Boshlandimi? Mana. O'zbekiston Respublikasida akalar Mikado degan o'rik pishdi, to'g'ri. Mikado o'rigi pishdi do'stlar. Boshi 30 mingmi, 32 mingmi sotildi. Keyin narxi keskin qulab ketdi. Sababi mazasi o'rtacha. To'g'risi bemazor olmasa bo'laveradi. To'g'risini aytish kerak-da. Ko'pchilik Mikado ekib olgan 100 gektar, 50 gektarlar endi so'kishmasin uchun bemazorligi uchun narxi tushib ketdi. 3 yil, 4 yildan beri buni reklama qilyapmiz. Vanderkot hamshirin, hozirgi narxi $5. Keyin kalibriga ham yaxshilab e'tibor berasizlar, yumshab ezilib ketmaydi. Rossiya, Yevropa, Ozarbayjon, Turkiya, liboy joyga jo'natsangiz ham mashhur holatda boradi do'stlar. Shakar miqdori ham do'stlar sal balandroq Mikadodan ko'ra. Vanderkot o'rigi ham chiroyli bo'ladi. Upakovka, pachkalasangiz qarang, yaxshilab yaqindan ko'rsatingda. Pachkalar upakovkasiz liboy bozorda odamga yo'qadi-da, mana. Akalar, buni bir donasi menimcha 70-60 gram chiqishi ham mumkin hozir buni. Gramini qo'yaylikchi. Mana gram. 97 gram. Hozir $5 dan bo'lsa 50 ming deylik. 50 ming degan har bittasi 10 tasi 50 ming bo'ladi. Bittasi 5 mingdan to'g'ri keladi. Vanderkot o'rigini do'stlar. Mana. Ertaki joylarga Buxoro, Navoiy, ertaki joylarga eksalaring, do'stlar gilos bo'lmaydigan joyga eksalaring, bu o'rigida eng zo'ri mana shu do'stlar. Ham injiq bas do'stlar, xudo xolasa eksalaring yaxshi daromad qilasizlar. Ertakini. Ko'p unaqa dori ham, ximikalar ham sepish shart bas. Akalar, videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Pastdagi nomerlarga telefon qilsalaring, shunaqa chiroyli bog'lar tashkillashtirib beramiz. Xudo xolasa. Mana 2026-yil 1-may bugun. Yildan yilga ertaki bo'lib ketyapti. Sababi o'tgan yil 5-mayda pishdi, bu yil erta pishib oldi. Endi mana mevasi. G'o'raligida yo'q. Mana g'o'raligida yo'q, yirik ko'rinyapti telefonda ham aka. Buni qaranglar, yirikligini. Bu yirikligi uchun qimmat ham ketilaveradi. Mana. Mana akalar. Bu o'sha Vanderkot o'rigi do'stlar. Ko'pchilikka bog'am qilib berdik. Ko'pchilik boshqa navlardan ekib o'sha nav yaxshi deyishdi. Bu shirin do'stlar, liboy o'rigi ichida, ertaklar ichida eng shirini mana shu Vanderkot deb o'ylayman. Mana. Bu 9 yoshli Vanderkot daraxtdan tayi 9 yoshdan ko'rsataylik. Bu kattaligi juda ham yirik Vanderkot. Farg'onada eng yirik bog' mash bo'ladi. Biz ko'rsatmamiz bo'yicha ish olib borgan edi. Sovuq ham ta'sir qilmadi do'stlar. Mana. Chunki buni ichida biz 8-9 yildan ishlab olib boryapmiz. Buni tilini topganmiz do'stlar. Qanaqa tarbiyalaysiz, qanaqa kesasiz. Shuning uchun do'stlar, mana Vanderkot o'rigini ekinglar, yaxshi daromad olasizlar, xudo xolasa. Sababi ertak navlardan bittasi. Videomizga like bosib qo'yib, buni ko'chlardan bor ko'paytirib qo'yganmiz. Agar siz o'sha ko'chatini eksangiz, xudo xolasa, ikkinchi yildan davom ettirasiz. Xuddi shunaqa broker akalar bor, sizlar yerlaringdan shunaqa qilib olib eksport qiladi do'stlar. Bo'sh yerlaring bo'lsa, shundan ekinglar, sog' bo'lasizlar.